Ko'chadan qancha pul chiqarsa yuringlar ko'ramiz. Voy, yo'q. Vaqtida kolbasaga pul yetmagan qiz hozir Rabotaviyada yashayapti. Yaxshi kolbasa yeyishga harakat qiladi. yaxshi kolbasa keyin chopadi. Bizning sostavimizda yangi odam. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lida izlab keldik. O'choqda pul, karvonda pul, chiqaraqoning, yo'lda yo'lda bog'ida anori bor, anori ichida chaqirish pullar bor. Ochqing, tog'oraga sochqing, tog'oraga sig'masa, ko'chaga sochqing. O'ldamiz, dollar bersang ketamiz. Avenyuda turadiganlardan nech pul chiqarkin? Soqqadan gaplashing kerak. Qani. Qayta keladigan bloger ekansiz. 1000 dollar. Hozircha shu Ramazon aytganlarimiz bo'yicha eng ko'pini hamma berdi. Baba, zavod ochding shekilli. Zavod ochding bu. Baxtlarini topgan. Xullas, eng ko'p layklarni bosinglar, repost qilib tashlanglar va keyingi yulduzimizga kim bo'lsin kommentlarga yozlashinglar. Puli borlardan davaychi. Pulni qaytaramiz. Yo'q, ketdi. Vaqtini